أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. Biz bugünkü dersimizde kitabımızın 3. kısmı, yani usulga münasebetlik, tilga münasebetlik usul kaideleri. Yani şu usul fıkha, yani Kur'an hadisini düşünüştük ki ahkam, prensip kaideleri de işleydiğen tilga münasebetlik kaideler degan kitabımızın 3. kısmınınki 7. kaidesi keldik. Biz aldığımız 5, 6, 7. kaidini bir karakterdeki, mesela sözlerinki mana ifadeleştiki iştiraklık, umumluk, hususluk deb 5. kaidede ulanın münasebetini sözlep ötken. Bugünkü kaide biz aldıda 5. 6. kaidede bu noktalarını ma'lum derecede gerçi husus hasını sözlümegen bolsak mı am iştirakını sözleri bulduğan mana ifadeleştiki dairlik hukumlarını bir az düşüngen boğaçqa bugünkü ders bizge nispeten qiyin toxtamaydı. Yani 7. kaide el-khas ve dilalatuhu. Bizleki 5. kaidede İştiraklık haqida sözler, iştiraklık deganimiz bir sözninki köp ma'naga tayinlanishi, yani bir xil asli lug'at tayinlanishdan köp ma'noni o'z ichiga olishi, ifodalanishda shu köp ma'nosidan birini muayyanlashtirish, bunda xarakterdagi so'z, ya'ni so'zning 3-4 xil, 2-3 xil ma'nosi bor, ammo bir jumlada shu bir necha xil ma'nosidan birisi iroda qilinganligi haqida so'zlagan. Umum deganimiz nurg'un afrodlarni o'z ichiga oladigan bo'lib, nurg'un taraflarni, nurg'un obyektlarni o'z ichiga oladigan bo'lib, jumlada kelgan vaqtida shu obyektlarning hammani teng ifodalaydigan ma'noni so'zlagan. Endi xos degan nima bo'lsa, biz omdi so'zlagan mazmunning dal aksi, ya'ni so'zning ma'nosi ma'lum doiralik taraflarga qaratiladi. Masalan, Muhammad desak, Muhammad bu ma'lum bir odam. Uyg'ur o'quvchilar desa, o'quvchilar degan gap am bo'lsa, Uyg'ur o'quvchilar o'qqasi hosiludi. Masalan, 6, 7 degandek sonlar, 180 degandek sonlar bu ma'lum bir o'qim, bir doiralik hukmni ko'rsatadi. Shunga o'xshagan va chekwa doiralik bir o'qimni ifodalaydigan, mazmunni ifodalaydigan so'zlar nima hisoblanadi? Xos hisoblanadi. Endi avtor yana ilgirki uslubiga o'xshashlar darsning umum mazmunini katakchiga qizil rang bilan bizga oldin ola qisqacha bir tushuntirib bermoqchi. Biz bu yerdan amaliyotda bugungi o'qiydigan darsning hammani tushunib olamiz. Masalan, avtor deyotdi: "Iza warada fin-nas" nasda bir dona xos lafzning birisi. Biz hozir xos, xususiy so'z deyotimiz emasmi? Shu shakldagi xususiy so'zning birisi kelgan bo'lsa, hukm shu so'zning mazmuniga qat'an sabit bo'lganligini ma'noni ifodalashda boshqa g'ayri ma'no ehtimollik yo'q. Hukm deganimiz jumladan ilinadigan yakun degan gap. Ya'ni yakun iniq chiqadi demakchi. Bunun alaqi g'ayriga ta'vil qilinishi yoki g'ayri doirani o'z ichiga olish ehtimoli qat'iy yo'q. Madamiki mushu so'zni ta'vil qilib, shu so'zdan yana bir ma'noni iroda qilish dalil bo'lmasa, dalil bo'lmagan ahvol ostida uning ma'nosi keskin chiqadi. Anaqa bizning necha kundan beri o'rgangan alaqi islohimiz bo'yicha aytgan vaqtida qat'iy chiqadi, zanni emas demakchi. Ana shu xos lafzlar har xil uslublarda keladi. Masalan, mutlaq deb qolsa, fa in warada mutlaqan, mutlaq deb qolsa, hukmni mutlaqlikda, alal itloq degani mutlaq isbotlashni ifodalaydi, uni qaytlaydigan dalil topamiz. Agar amri siyg'asidan gap qolsa, mutlaq, madamiki uni ijoblikdan qaytaradigan dalil topilmasa, ma'murun bihi vojiblikni ifodalaydi. Agar nahy siyg'asi bo'yicha gap qolsa, uni tahrimlikdan qaytaradigan dalil topilmasdan cheklangan narsaning haromlikni ifodalaydi ekan. Demakchi nima desa, xos lafzlar odatda bir qancha uslublar bilan keladi. Mayli qaysi xil uslublar bilan kelsin. Masalan, mutlaq shaklda keladi. Mutlaq shaklda kelsa keskin mutlaq, qaytlaydigan dalil bo'lmasa. Ba'zi amr shaklda keladi, mutlaq ijobni ifodalaydi. Ijobni ifodalaydi. Nahy shaklda keladi, tahrimni ifodalaydi. Demak, ma'ni mo desa, dalil topilmagan ahvol ostida xos so'zlarning o'zining doiralik ma'nosiga bo'lgan ifodasi keskin. Unda aloqa boshqa bir xil ehtimol, yana bir xil ma'no ehtimoli qat'iy yo'q. Ana mishalni avtor chiqib turibdi, xos lafzlar bir necha xil turlik bo'ladi. Ammo avtor bizga 3 xil turini asos qilib turib, qanaqadir bir misol keltiryapti. Qarab boqaylik. Avtor deyotdi: "Al-lafzul xos." Xos lafziga nima desa,
bir part deganimiz bu yerda qandaqdir muayyan bedamni yoki bir narsani ko'rsatmoqchi emas, doirani ko'rsatmoqchi. Ma'lum bir doira, mayli shaxslardagi bir shaxsiy doira bo'lsin yoki nav'iy doira bo'lsin yoki son doirasi bo'lsin, ma'lum bir doira bir nuqtani ifodalash uchun dalola vudi'a tayinlangan so'z odatda bo'ladi. Xosirda masalan shaxs desak, masalan Muhammad yoki nav'iyda bir masalan yoki Muhammad yoki bir yoki nav'iylan desak masalan rajul masalan yoki cheklik shakldagi ko'plagan shaxslar desak masalan 13 mi'a qavm roh jam fariq va degandek undan boshqa afrodlardan bir necha sonni ifodalaydigan. Ammo afrodlarning hammani o'z ichiga ifodalamaydigan. Hammasi yo'q, lekin doiralik ma'lum darajada bir narsa. Doiralik ma'lum qismdagi bir odam, bir shaxs, manjdan son degandek unda tushunishdan bu ko'plagan nuqtalarni o'z ichiga oladigan bo'lg'achqa doiralik bir nuqta, cheklik bir nuqta deb tushunsak bo'ladi. Ba'zida xos lafzi, ba'zida degan gapdan xosning tarmoqlari ko'p, lekin biz bir necha misol olamiz. Ba'zida xos lafzi qayddan xoli, mutlaq shaklda keladi. Ba'zida qaydlan muqayyad keladi. Ba'zida sharkatni talab qilish siyg'asidan keladi, ittaqilloga o'xshash. Ba'zida sharkatni cheklash siyg'asidan keladi va tajassusga o'xshash. Unda olganda bizning bugungi temamiz, xos temamiz, xos mutlaq, xos muqayyad, amrni. Mushla asos qilib turib, mushladagi xosning alohidligini gavdalantiramiz. Bu yerda alohidlik degan gap qayta takrorlab qo'ysam, xos o'zining ma'nosini keskin ifodalaydi. Delil topilmagan ahvol ostida shu ma'no keskin chiqadi. Unda olganda Abdur nima demoqchi mishada desa, mutlaq degan gap mushni misol keltirishning sababi mutlaq fardi shoirni ifodalaydi dedik biz oldingi darsimizda. Xos lafzi mutlaq gap qolsa, fardi shoir ma'no qat'iy chiqadi demoqchi. Qat'iy chiqadi. Delil topilmagan ahvol ostida uni qaytlash qolmaydi. Mutlaq xos muqayyad gap qolsa, bu keskin muqayyad qilingan ma'no ifodalaydi. Mutlaq amr bo'lib qolsa, keskin vujudni ifodalaydi. Mayda bir xil ulamolar inshaalloh madrasaning oxirida chiqadi. Darsning mushda bugungi darsning oxirida chiqadi. Ulamolarningki, masalan mayli amr bo'lsin, nahiy bo'lsin yoki mutlaq bo'lsin, buni ifodalaydigan yoki qaytlamaslik haqidagi ba'zi ixtilofotlarga nisbatan o'zining maydonini davatida bu xos o'g'achqa, xosning madluli qat'iy o'g'achqa, xos mutlaq bo'lib qolsa bundan chiqadigan itloq ma'no qat'iy bo'ladi. Madam delil topilmasa qaytlash qo'ymaydi. Xosdan chiqadigan muqayyad ma'no cho'qim qat'iy bo'ladi. Cho'qim qaytlangan shaklda ifodalanish kerak. Amr odatda bir ishni talab qilishni taqozo qilgan bo'lsa, qat'iy bo'lgan bo'lsa ijob chiqadi. Buning boshqa xil ehtimoli yo'q delil topilmagan ahvol ostida. Nahiy cheklash o'g'achqa bundan haromlik tahrimlik chiqadi. Boshqa xil ehtimoli yo'q. Delil topilmagan ahvol ostida xosning madluli qat'iy degan gapni 3 misolda tatbiqlab shuning natijalarini bizga gapirib o'tdi. Qaranglar davatli. Anadan Abdur davatudu xulosalab hukmul xos ala vajhil ijmal. Ya'ni qisqacha degan vaqtimizda xosning hukmiga nima desa, xosning hukmi bunday gap. Annahu idza warada nassun shar'iyyun, bir shar'iy nasni bir kelibdi. Bunda kelib qolgan bo'lsa, bu shar'iy nas keskin tariqada, dalalatan qat'iyatan keskin tariqada u haqiqatan tayinlangan o'zining xos ma'nosini ifodalaydi. Unda buning ma'nosi xos bo'lgan qaysi ma'noga tayinlangan bo'lsa, o'sha ma'no qat'iy chiqadi demakchi. Masalan, deyapti, agar xos lafzi mutlaq bo'lsa, mutlaq ma'no qat'iy. Muqayyad bo'lib qolsa, muqayyad ma'no qat'iy. Amr bo'lib qolsa, amr ma'no qat'iy. Nahiy bo'lib qolsa, nahiy ma'no qat'iy. Demak, xos nim bo'lsa, o'sha ma'no qat'iy chiqadi. Zanni emas demakchi. Va hukm o'sha lafzining so'zning mazmuniga qat'iy yo'l bilan isbotlanadi, zanni yo'l bilan. Qat'iy degandan keyin bunga nurg'un taraflarga, masalan, hukm taklifi, hukm vat ediki, Hanafi mazhabidagi farz vojib deb bundan ayrilgan taraflari, masalan, aqalli ta'sir ko'rsatgan taraflari. Andikin bu am bo'lib qolsa, xoslar degandek, muqayyadlab qolsa, qaytlash degandek taraflarda qat'iy degan gap bilan, qat'iy degan gap zannining o'rtasida ba'zi farqlar chiqadi. Masalan, فكفارته إطعام 10 مساكين degan Alloh taolaning maxsus elindigan hukmiga kelsak, bu yerda 10 miskinga taom berishning nimaligi bo'lib. 10 degan so'z bir son. Bu bizning oldingi 5-chi, 6-chi, bugungi 7-chi qoidamizdagi turga ayirish bo'yicha bu xosga tava. Xosning mazmuni qat'iy degandan keyin 10. Qat'iy degan gap shu 10 cho'qim 10. Bu qanday turliqqa bu kemlash yoki buni kemaytish yoki umrni bersak bo'lar deydigan bunda hukm emas. Gapimizga vojib bo'lish o'qisin. 10 bo'ldi bas.
Yani bu olsun 10 miskinga taam berishning vojibligi bu 10 kemlash ziyodasiga ehtimol yo'q. Bu bir misal. Endi bir misal fi kulli 40 shatan shatun. 40 qo'ydi bir qo'yni zakat qiladi degan hadisdan ilingan hukm. Mayda 40 ber degan gaplarning hammasi san xos so'zlarning tavalligiga tava o'g'achqa shu hukm keskin bo'ladi, zakat 40 qo'ydi bir. Mushu hukm aniq hukm bo'ladi. Ya'ni u o'simi zakat vacib bo'ladigan qo'ydan iborat bunda nasab o'lchamni belgilash, 40 bilan belgilash va vojibni belgilash bir qo'y bilan bu 40 qo'y, bir qo'y deb belgilashlarning hammasi bila ehtimol ziyod va nuqson. Ya'ni ortiq yoki kamchilikni ma'ning do'sin yoki aning do'sin ortiq kamchilikka ehtimol kam emas. Chunki gap. Chunki xos emasmi? Xosning ma'nosi aniq chiqdi demakchi. Lekin mishakaga vaqtda mana bir nuqta hamma ulamoni o'tirdi bil ittifoqga. Bunda bir nokta bil ittifakki delil gap qolsa har qanday hukm boshqacha bo'ladi. Mutlaq kirdi. Lekin delil gap qolsa qaytlansa bo'ladi. Am ifodalaydi masalan oldingi darsda qat'iy shaklda. Delil gap qolsa xoslansa bo'ladi. Buni o'xshagan masala. Bu yerda shu qoida shu. Lekin idza qama dalilun yaqtadi ta'wil hada al-khas. Lekin mushu xosni ta'wil qilishni taqozo qiladigan bir dalil tursa. Degan gap ya'ni ta'wil qilishni biz oldingi darslarda tushundik emasmi? Ta'wil degan gap normal bundan chiqayotgan ma'noni qo'yib qo'yib turib, yana bir ma'no olish degan gap. Ya'ni uningdan yana bir ma'noni iroda qilish masalasiga kelsak, bu dalil taqozo qiladigan dalilga asosan ehtimol kelaveradi. Masalan, buning misoli biz Hanafiy ulamolarininki ilgari hadisdagi qo'y deganni, yerdagi bir qo'ydagi qo'yni, bir qo'y deganni qo'y va qo'yning bahosini o'lchab oladigan mazmunlar bilan ta'wil qilish. Masalan, 40 qo'yda bir qo'y zakat degan gap qo'y bo'lsam shart emas, qo'y versin bo'ladi, qo'yning pulusini versin bo'ladi. Masalan, ularninki bir soni mayli xurmiyak obid bir soni fitr sadaqatida sava saning qiymatini o'lchab oladigan mazmunlar bilan ta'wil qilishga fitr sadaqa bir sa xurma dedi. Xurmani vermay xurmaning pulusini versin bo'ladi deb buni ta'wil qilamiz masalan. Undan boshqa astrilgan qo'yning hadisida bir sa xurma to'liqlab to'lanqa birdo deganda shuni o'z ichiga bima yashmaydi degan gap. Ya'ni shu o'yga opirib, asrilgan qo'yning ichidan kalining ustini baka ishlayotgan, iste'mol qilayotgan mutlaq, ya'ni beka qilayotgan narsalarga o'xshash keladigan bir to'landan birini o'z ichiga oladigan baho bo'lib dedi. Bularning hammasi dalillar. Masalan, shu vaqtda dalil nima dedik? Hikmatut tashri' yoki maqosid shariat degan nuqtadan turib ani biz ta'rif qildik. Bunda o'qas bo'laveradi demakchi. Xolos, endi darsimizninki shu negizligiga keldik. Biz bugungi xos degan temada 3 xil mazmunni misol qildigan bo'lgan. Birsi 3 xil mazmunning birsi mutlaq muqayyat masalasi. Ya'ni birisi amr, ya'ni birisi nahiy. Mushlarni xos degan temada turib bahs qilamiz degan emasmi? Bu to'g'riq gap tugidi aslida mutlaq muqayyat. Ammo mutlaq muqayyatning mushu doiradan chiqadigan bir tarmoq, aniki buningdagi ulamolarning ba'zi bir o'xshamagan ko'z qarashlari bor. Mush yani anglab o'tamiz yana. Avtor davomida فإذا ورد الخاص مطلقا حمل على إطلاقه. عندك خاصның lafzi ma'nosi qat'iy bo'lgan bo'lg'achqa, shar'iy nasda bir dona xos lafzdan birisi kelib qolgan bo'lsa, bu xos lafzi mutlaq bo'lgan bo'lsa, buning mazmuni mutlaq chiqadi. Humila ala itlaqihi degan gap mutlaq chiqadi. Mutlaq mazmun keskin, yaqin. Muqayyat kelgan bo'lsa, uning muqayyatligiga hamlik qilinadi, qaratiladi degani, ya'ni muqayyat ma'no qat'iy, ma'noda masala yo'q gap tugul, chunki xosning alohidagi qat'iy, dalolati qat'iy. Endi mutlaq lafz bilan muqayyat lafzining o'rtasidagi farq. Mutlaq degani nima, muqayyat degani nima desa, biz qaysi kuni mutlaqni tushunadiq qo'yamiz. Mutlaq bir muayyan tartib bog'lanmagan fardi shoir. O'quvchining birini chaqiradi desa, qaysi o'quvchisi bo'laveradi? Muqayyat degani Ahmedni chaqira, yoki bo'lmasa heliqi igiz o'quvchini chaqira, yoki heliqi urug' o'quvchini chaqira, yoki heliqi ikkinchi sinfdagi o'quvchini chaqira, Mavlana hammasi muqayyat bo'ladi masalan. Abtur davotida mutlaq deganimiz huwa ma dalla ala fardin g'ayri muqayyat lafzan bi ayqayd. Bu g'ayri muqayyat bo'lgan, har qanday qeydlanmagan bir shaxsni ifodalaydigan, har qanday bir shaxsni ifodalaydi, har qanday bir qeyd qilinganligini mazmun u yerga taqishib qolmagan, bog'lanmagan, masalan sanat, shart va sifat, rang degan narsalar bilan bog'lanib qolgan mutlaq shakldagi bir mazmunni ifodalagan, tarafni ifodalagan so'z mutlaq bo'ladi. Masalan, Misrlik butun 90 necha million misrlikning hammasiga ma'lum shu.
Rajul bütün erlerge mağıdı. Tair kuşlağı mağıdı. Muqayyet degen neme dese muqayyet degenimiz her qandaq bir qeyt bilen labzan qeytlangan degeni ma'lum bir tarafga bağlangan. Mesela rajul desa qada rajul arabi. Arabga bağlangan. Rajul Misri mesela degandek. Mesela Misri Muslim desa musulmon Misrlik desa Hristiyanlardan ayrıldı mesela. Qibteden ayrıldı. Rajulun Reşid desa yo'ldan azg'anlardan ayrıldı ama bir taraf. Tayrut abyad desa qora yoki ko'k yoki yashil sariq qushlardan ayrılgan. Ma'lum bir nuqtaga, ma'lum bir ma'noga yoki ma'lum bir sifatga bog'langan bo'lg'achqa, mana shu muqayyat deymiz. Bayatni aqa misolga o'xshashlar. Endi gap nada desa, mutlaq o'zining mutlaq turgan shunda bu, chunki xos o'g'atli xususiyatining alohidligi bu. Ya'ni qat'iy itlaqni ifodalash. Illaki buni qaytlaydigan ayrim dalil tusi boshqa. Endi dalil shuni qaytlaydiganga bo'lsa, ma dalil uning mutlaqligidan qaytiradi, uningdan maqsadni bayon qiladi. Mutlaqligidan qaytiradi, maqsadni bayon qiladi deganimiz dalil o'qigan vaqtda har qanday gap o'tmaydi. Masalan, min ba'di wasiyatin yusi biha aw daynan dedi. Aw dayn dedi. Endi miyadagi vasiyat, shu miros masalalari mirosni qanday ayriladi desa, vasiyat qiladigan vasiyatdan keyin yoki qarzdan keyin dedi vasiyat. Vasiyat degan o'lish oldida birovninki o'lgandan keyingi ma'lum bir orzu istaklari. Mesela benim pul mallarımla manda qilinglar, men mashinamni faloniga biringlar yoki men uyimni faloniga olsin degandek. Oyatning hozirgi ahvoliga qarasak, vasiyat bu yerda vasiyat deb mutlaq kelgan bo'lg'achqa, biz umumyuzlik har qanday vasiyatni buni tahtiga kirgizib olishimiz mumkin. Ya'ni vasiyat. Bütün mallarni vasiyat qilindi, yerimni vasiyat qilindi, bütün uy varaqlarining hammani vasiyat qilindi, mashinalarining hammani. Bu mutlaq gap. Ammo hadisda bir dalil kelib sulusdan, yani 3'ten 1'den artık vasiyetin yok dedi. Resulullah ve sulusu kefir. Bu 3'ten 1 mi artık der, vasiyetinin darasını 3'ten 1'e toxtattı. Ayet mutlak. Hadisteki delil bunu kayıtladı. Ayet mutlak. Hadisteki delil bunu kayıtladı. Anda oğandakin, mayadaki mutlak ne kayıtlaydığına delil geldi. Mutlak ne kayıtlaydığına delil geldi. Kayıtlanı da. Abdurda atıdı. Yani bu vasiyet özü mutlaq bulup hadis bilan qaytlandı. Bu hadis qanday hadis desa, 3'ten 1'den artıq vasiyet yo'q ekanligi dalolat qiladigan hadis. Unda o'ganda ma oyatdagi murad qoldirgan malning 3'ten 1 hududuk vasiyet. Oyatning o'zini mutlaq demek. Hadis bilan qaytlandı. Unda o'ganda dalil, hadis degan dalil qaytlab 3'ten 1 doirasidagi vasiyatdan keyin deb tushunamiz oyatni. Yani mutlaq qaytlanganning misoli bir labzi shar'iy nasda mutlaq gap qopdi. Bir labzi shar'iy nasda mutlaq gap qopdi. Va shu labzining o'zi yana bir nasda muqayyat gap qopdi. Endi bunaqa shar'iy nasga berishdan ilgari o'zimizning normal paranglardan tushunishimiz mumkin. Biz bir qishimizdagi sog'lig'imizga Ahmad 2 kilo olma gapiraman, og'achkilar olma. Mutlaq gap. Sal turib, necha minutdan keyin yoki mangishning oldida unutib qolmay 2 kilo qizil olma deb qo'ydim. Birinchi qatam olma dedim mutlaq. Ikkinchi qatam qizil olma dedim. Yoki bo'lmasa olma 2 kilo olmag'achkilar. Mana bir mutlaq gapmi? Mehmon kelmoqchida mehmonning oldiga tizib qo'ysak, qizil olmani tizsak, nima turadi ekan, choyliq turadi ekan desa, birinchi qatam olma dedim, ikkinchi qatam qizil olmaning gapi chiqdi. Bir so'zning o'zi bir yerda mutlaq, bir yerda muqayyat gap qoldi. Qanaqa qilish kerak desa, agar ikki narsaning temisi bir bo'lib qolsa, ikki narsaning temisi deganimiz masalan, buyurgan vaqtimdagi olmani men qanday qilmoqchi bugun mehmonga tizmoqchi. Keyingi qatam topilgan vaqtidagi olmaning gibi shu mehmonning oldiga keladigan olmaning gibi. Demak, ikki olmaning temisi birga bugun ishlanadigan o'rin bir bo'lib qoldi degan mashar emas. Buni hozir evat qilib ijtimoiy misollarimiz. Ya'ni buningni ko'rgan hukm bir bo'lib qolsa, oxirida qiladigan ish bir. Olmani yeydigan mehmon, ma olmani yeydigan mehmon o'xshash. Ikki qatam degan iboramdagi ikki olmaning gapi. والسبب الذي بني عليه الحكم متحدا ve hüküm kurulgan sebep bir olsa ki ma onu buruş daimi mesela sebep nokta okşaş bu kalsa mutlak mukayyet cümle kılınıyor ki inakki iki cümlemdeki almadığın maksat bir yani aldı da 2 kilo almadı mutlak dedim keyinde 2 kilo kızıl almadı kayıtladım 2 kilo ibaretteki maksat kızıl alma çünkü bu 2 alma bir alma ben buyruğa bir alma ekilediğin iş bir ziyafet şu bir ziyafet
bu ikki yil qatim degan almanni men tilg'agan almanni deyishga sabab bo'lgan sabab yoki shu nuqtadagi ba'is o'xshash ma nuqtadan birinchi gapim bilan ikkinchi gapim bir gap deb qaralib ikkilisi muqayyat shaklda muqayyat esa bo'lib muqayyat shaklda ma'no olinadi. Ya'ni mutlaqdan murod muqayyat. Chunki hukm sabab bir bo'lishi bilan qanaqadir mutlaq muqayyatdan muxtalif bo'lib tasavvur qila olmaydi. Unda mutlaq muqayyatning hukmi qayda bilan muqayyat bo'ladi. Chunki men buyurgan olma bir olma, ikkinchi qatim degan olma bir olma. Shu ikkala olmani men bir yerga kelib bir nima qilmoqchi. Bundaq ahvollarda men bir olmani ikki xil burganmayman. Qanday olmasan akasan aka, mutlaq. Qizil olmaka deb burganmayman. Cho'qim maqsad bir. Unda tabiiyki mutlaqni muqayyatning hukmi bilan qaydlaymiz. Shar'iy nas dedik. Men odatga misol keltirdim. Endi biz shar'iy nas misolni bilan keltiraylik. Allah subhanahu wa ta'ala sur Maidada hurrimat alaykumul maytatu wad-damu wa lahmul khinzir. Sizlarga maytat, qon, lahmul khinzir harom qilindi. Qon. Boshqa gap yo'qmi? Qon. Endi qon har xil bo'ladi. Pichoqda kesgan chiqadigan, etlib chiqadigan qon bo'ladi. Shara oqadigan. Da jarohatlardan chiqadigan qon bo'ladi. Qo'ylarning o'tirib, masalan, o'yga kirib go'shtga kirgandan keyin go'shtni qap qiladigan qon bo'ladi. Odatda biz kavob pishiramiz. Kavob pishirgan vaqtda go'shtdan chiqadigan qon bo'ladi. Olmayib qolamiz, tishdan asrab olmagan qon yo'qib qoladi. Har qanday qon mayadi-ku. Ya'ni bu yerdagi qon mutlaqan o'qiydi. Bu bir. Yana bir oyat qarab boqaylik. Undan Alloh subhanahu va taoloning sura An'amdagi qul la ajidu fima uhiya ilayya muharraman ala ta'imin yata'amuhu illa an yakuna maytatan aw daman masfuhan aw lahma khinzir degan oyatda daman masfuhan deb mana keltirdi. Oyatda qon harom. Bu yerda masfuh qon harom. Oqqan qon harom. Alloh ikkili qonni harom deb atadi hukm bir. Ve ikkili qonda qon o'xshash. Demak, hukm, sabab o'xshash bo'lg'achqa, ben Allah bir xil demakchi qonni. Unda harom bo'ldi qaysi? Har qanday qon harommi yoki oq qon bo'lsa, oq qon harom. Unda oqmagan, qip qolgan, turib qolgan, masalan, go'sht akirsak, go'shtni qip qiladigan qonlar bor-ku. Masalan, go'shtning tumurining ichida oqmay qip qoladigan, bo'g'izdan chiqmay qip qoladigan qon tabiiy bo'ladi o'yliqlar. Masalan, to'qudi bo'ladi, qo'ydi bo'ladi, har qanday go'sht bo'ladi. Bular harom emas. Bunda olganda buni harom deydigan joy qolsa, bütün qonlarni sirib chiqish to'g'ri mumkin emas. Yani dam mavrunda muqayyat, masfuh oqqan. Ana olganda sur Maidadagi qondagi maqsadmi? Yanıla o'xshash, Sura An'amda haromligini nisbatan masfuh qon. Shu ikkisi bir qon. Chunki ikkala oyatdagi hukm bir o'zmi haromlik. Va hukm haromlik shuningga asoslangan sababni birga o'zmi qon. Qonliqmi o'xshash, haromliqmi? Anda olganda agar biz yuqorida chiqargan mutlaqni muqayyatga hamla qilib ikkinchisi muqayyat demasak, aqon bilak, maqon bilak deydigan shu qolsa, ya'ni harom qonning mutlaq bo'lib qolsa, qayddan xoli bo'ldi albatta, o'zimi masbu. Qayd o'zimi masbu degan qayd ahamiyat hech qanday bir masbu degan hech qanday mazmundan ahamiyatdan xoli bo'lib qoldi tabiiy. Masbu deb keltirganligi bir gap bor yerda. Maqsad o demakchi. Bu bir misol. Xo'sh, anda qoidani bir kalimizni o'zib olaylik. Ikkin bir nas shar'iy nas bir labzi shar'iy nasda kelib qolibdi mutlaq shaklda. Bir yerda mutlaq, bir yerda muqayyat bo'lib qolsa, bu nuqta muhim. Ikkalasining hukmi bir, sababni bir bo'lib qolsa, keskin. Hech qanday dalil bo'lmasa-mu, mutlaq muqayyatga hamla qiladi. Bu bir qoida. Ikkinchi qoida. Ammo ikki nas sababda yo hukmdek ikkalasida muxtalif bo'lsa, sabab bir hukm boshqa, hukm bir sabab boshqa ki, sabab boshqa, hukm boshqa bunda. Muxtalif bo'lib qolsa, u vaqtda mutlaq muqayyat hamla. Chunki bir yerlari boshqa narsa, ikki narsa. Balki mutlaqqa o'z o'rnida mutlaqqa amal qilinadi, muqayyatga o'z qaydla amal qilinadi o'z o'rnida. Masalan deylik, amsi nashpita ağaç kerak 2 kilo, 2 kilo qizil olma ağaç kerak desa, bu yerda ikki narsa boshqa. Birisi olma, birisi nashpit. Olmani qizil dedik, nashpitni mutlaq yeb qildik, qizil demedik. Hamla qilamiz bizga? Yo'q, nashpit o'zbati nashpit. Olma qizil. Va boshqa narsalar shu, chunki ikkisi boshqa narsa. Masalan, yoki bo'lsa olma dedim. Bugun mehmonga biz qilib 2 kilo olma ağaç kerak.
Andikin az soğuğu bir iş kilo almağa kerak dep bulup ikini qıtım. Emsa soğuğa bir qızıl alma lazım cuma dese. Ma işki alma olsunmu mehman bilen abrisi soğuğa. Mehman da alma dedi. Az soğuğunun gibi de qızıl alma dedi. İkisininki sebebi başka oğa çıqa. Sebep başka oğa çıqa. Qana qılsı buldu. Anın haqqında almaz buldu mehmanның aldığa soğuq. Öz beti mutlaq muqayyat. Bunu misalını ko'rib baqayli. Çünkü hükümның yoki sababning go'shkisining birining muxtilif bo'lganligi, ba'zida muxtilif bo'lishi, ba'zida shu mutlaq muqayyat nuqtaga ixtilof ildirilgan shu sababdan mutlaq muqayyat bo'lgan bo'lishi mumkin. Ikkisining farqi. Ammo yuqorida mutlaq muqayyat bo'lish amal qilindigini Hanafi ulamolarning va ko'pincha Malikiyalarning ko'z qarashi ma'lum. Ammo Shafiy ulamolar avliga ma'noqda muvofiq qilishadiki, ikkina sabab hukm yoki hukm jihatlar. Hükmen sebeben yoki hüküm cihetla muxtilif bo'lib qolsa, anda ekan mutlaq muqayyat. Diqqat qilinglar. Hüküm ve sebepde muxtilif bo'lsa aniq. Yoki hüküm cihetda. Ammo ashning g'ayri bo'lgan sababda muxtilif bo'lib, hükümdan bo'lib qolsa, endi bu vaqtda mutlaq muqayyat jamlik qildi. Mana bir nuqtada Shafiy ulamolar farqlanadi. Diqqat qilinglar. Sabab hüküm ikkinchisi muxtilif bo'lsa, Shafiy ulamolardan o'xshash yuqorida keladi. Yoki hüküm muxtilif bo'lsa, Shafiy ulamolardan o'xshash. Ammo sababda muxtilif bo'lib qolsa, hüküm bir bo'lib qolsa, o vaqtida boshqacha. Masalan, sabab bir bo'lib, hüküm boshqa bo'lgan ikki narsaning misolini kelsak. Sabab bir, hüküm boshqa. Ma'nodaligi Shafiy ulamolar, Hanafi ulamolardan o'xshash bir o'rtaq. Ya eyyuhellezine amenu iza qumtum ilas salat faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Ma'ayat. Fatayammamu sa'idan tayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum minhu. Muşurunda iki söz var. Aydiyakum ve aydikum. Qol. Ve aydiyakum ilal marafiq da muqayyad ilal marafiq. Jeyna g'ijada. Ve aydikum da mutlaq. Amma da birisi mutlaq keldi, birisi muqayyat keldi. Buningki hukmi o'xshamaydi. Sabab o'simi qaysi desa, namozni o'qish uchun pokizlanish. Sabab ikki oyatda bir o'simi namoz o'qish uchun pokizlanish. Har ikkilisida tayammumdimi shu, tahoratdimi shu, namoz o'qimoqchi. Ammo hukm muxtilifki, birinchisida yuyishning vojibligi, ikkinchisida silashlar, masih qilish. Hukm boshqa. Bunda bo'lgandan keyin buni biz qanday tushunamiz? Mutlaq, muqayyat tushunamizki, tahorat olgan vaqtida miyak chuyimiz. Masih qilgan vaqtda mishanlam qilsak bo'laveradi demakchi. Yeni bir misol. Ve ummahatun nisaikum. Yani ummahat nisa. Rabaibukumulati fi hujurikum min nisaikum. Nisa. Ayada nisa mutlaq. Ayada allati dakhaltum bihine. Duhul qilishni misali. Ayada nisalar. Ma'runda duhul qilgan nisa. İkisininki sebep o'xshash bo'lishi kerak. Hüküm başka bo'lishi kerak. Yuqoridagi o'xshash. Oldingi oyatdami sabab o'xshashdi. O'simi namoz o'qish uchun hozirlanish. Hüküm o'xshamayotganki, birinchisida yuyish, ikkinchisida masih qilishdi. Endi hozirgi harom qilingan ayollar babida ayollaringlarning anisi harom. Ayollaringlar, normal ayollaringlar. Qanday olsun? Meyli nikohlab duxul qilgan yoki duxul qilmagan. Andikin ma uyga qiz masalasi kelgan vaqtda ayollaringlarning qizlariga duxul qilgan, ammo meyada duxul qilgan deb qaydi. Ayada mutlaq deb duxul qilgan qayd yo'q. İkisi mutlaq bo'yicha muqayyat bo'yicha tushunish kerak. Ya'ni oldingi ummatni saatda bir ayolni shundan nikoh oldi, meyli duxul qilmayli, anisi harom. Ammo ikkinchisida bir ayolni nikoh oldi, nikoh qilib bilan shu paytda ajrashib ketgan bo'lsa, qizni asi bo'laveradi. Ammo nikoh qilib, uy tutib bo'lgandan keyin ajrashib ketsa, qizni asi bo'lmaydi. Aning mutlaq bo'yicha tushunildi, ma'ning muqayyat bo'yicha. Buningdagi ta'sir ko'rsatgan omil nima desa, ikkisidagi sabab bir, hukm nima boshqa. Sabab bir, hukm boshqa. Bu oyatda, bu shikoyatda ummahatun nisaikum min nisaikumulati dakhaltum bihine degan ma'shikoyatda sabab bir. U o'simi ma ayollarning, masalan, qaynonaningki ya o'gay qizning haromligi, masalan, bizga nikoh qilishning to'g'ri emasligi, ma o'xshash, ma nuqtada, ya'ni to'y qilish harom degan nuqtada o'xshash. Ammo hukm birinchisida
Anasının, ayalının anısı haram. Anısı. İkincisi de ayalının kızı. Okşumaydı ikisi. Birisi anısı, ayalının birisi kızı. Manaqlı okşumagan boğaçqa yuqoridagi tushuntirilgan bo'yicha bu mu mutlaq bo'yicha. Yani ummahat nisa mutlaq bo'yicha tushunildi. Rabaibukumulati ma'u qanday bo'yicha tushunildi? Muqayyat bo'yicha tushunildi. Daxaltum bihinnada. Bu bir misol. Lekin hukm jihatda bir bo'lib, sabab jihatda muxtalif bo'lganning misoli. Hukm jihatda bir bo'lib, sabab jihatda muxtalif bo'lganning misoli Alloh subhanahu va taolaning dalilga bayat İmam Şafii rahimahullah'ın ki Hanefiler bilan muxtalif bo'lganmiş şu. Sabab jihatda muxtalif, hukm jihatda nima bir. İmam Şafii Hanefiler bilan Şafii mazhabtilar, Hanefi mazhabtilar bilan muxtalif bo'lganida mişa, qag'ayal bil ittifoq nima? Qag'ayal o'xshash. Masalan Allah subhanahu va taolaning ki xata'an odam o'ldirib qilishning kafar taqdir etilgan bir oyat va وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ. Qanaqa odam mu'mindan birini xata'an o'ldirib qolsa, mu'min qul azod qilish kerak. Mu'min qul, lekin mu'min qul. Bu bir. Imroyat va zaharning kafarida, ayolini zahar taloq qilishning kafarida وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ يَتَمَاسَّ. Mavrunda İkincisi tahrir raqaba. Bir iki söz var. Birisi de mutlaq. Yani tahrir raqaba. Yani birisi de muqayyad. Raqabatin mu'mine muqayyad. Amma ne? Mutlaqni mutlaq bo'yicha, muqayyadni muqayyad bo'yicha tushunimizmi? Hanafi ulamolarida. Yoki mutlaqni muqayyadga hamla qilamizmi? Shafiy ulamolarida. Hanafi ulamolarning ko'z qarashi biz bu oyatni degandek bu ikkisida hukm sabab bir emas. Gerçi hüküm her ikilisi azat kılış olsun mu? Lekin sebebi başka iki. Birisi xatani adam öldürüş, birisi nima zahar talaqning gepi. Sebep hüküm o'xshamagan bo'g'achqa. Yani hükmü bir, ikilisi de tahrir azat kılış kafarat. Ama sebep başka iki. Birisininki xatani adam öldürüş, yani birisininki zahar talaq kılış bo'g'achqa. Bunun da mutlaq muqayyad. Yani xatani adam öldürüşte mu'min kul kerak, kafir kul bo'lmaydi, kitob yo'q kul bo'lmaydi. Zahar talaqda har qanday kul bo'ladi. Ma Hanafiy ko'z qarash. Ammo Shafiy ulamolari sababni muxtalif bo'lib, hukmdir bo'lib qolsa, mutlaq muqayyad hamla qilinadiki, mashkista sabab muxtalif hukm bir. İkisi hukm kul azod qilish. Sabab boshqa bo'lsinmi? Mutlaq muqayyad hamla qilinadiki, ikki oyatning maqsadini tahrir raqaba deymiz deb bunda ayiradi. Bu bir misol. Yana bir misol. Elim berim guvohchiliklarda vastashhidu shahidayn min rijalikum. Yani shahidayn. İkinci ayette ve ashhidu zawi adlin minkum. Niyadimi shahidayn? Ayadimi shahidayn? Endi ayadiki shahidayn. Mutlaq shahidayn. Niyadiki shahidayn zawi adl. Adaletde ma'no qilingan muqayyad shahidayn. Sebep ne mi dese? Çünkü birinci ayette mi hüküm o'xshash. İstishhadning vujubligi. İkinci ayette mi istishhadning vujubligi. Sebep o'xshash, hüküm o'xshash. Sebep başka iki. Birincisi mudayana ilim birim guvohligi, ikincisi muroja'a yandırib olish guvohligi. İkisi farqlangan bo'g'achqa, hüküm başka bo'g'achqa. Sebep başka, hüküm bir bo'g'achqa. Yani Hanefi mezhep boyunca olgan vaqtida mutlaq muqayyad. Ama Şafii mezhepte ikilisi adalet qilish kerak ki mutlaq muqayyadga hamla qilinadi. Bu tushunsak bo'ladi. Endi Abdurum tushuntiryapti. Avvalgi shikoyatda hukm bir. Bu o'simi tahrir raqabani azod qilishning var. Ama vujubligi sabab boshqa iki muxtalifga. Chunki birinchisida xatoni odam o'ldirish, ikkinchisida taloq qilg'uchining muzohir taloq qilg'uchininki ayollarga yo'nalishni iroda qilish. Sabab boshqa. Del hüküm kana ahirgi netice kana çıkdı dese Hanefi mezhepte mutlaq muqayyad. Şafii mezhepte mutlaq muqayyadga hamla qilindi. Keyingi ikki oyatda hüküm bir, o'simi ikki guvoh bilan guvohlik qilishning vojibligi. Ammo ujulik sabab boshqa iki, birisi mudayana, birisi muroja'a. Mush nuqtadan Hanefi mezhep bilan Şafii mezhebininki farqlari ashta chiqadi. Ana o'ganda Abdur xulos etdi, "Fala yu'tabarul muqayyad bayanan lil mutlaq ve yuhmalul mutlaq illa fi surati vahid." Faqatla muqayyad mutlaqning bayoni bo'lib, mutlaq shu muqayyadga hamla qilingan faqat bir shakl u o'simi
Timisimi bir, sebebimi bir ve hükmümü bir. Mahanevi mezhebimin gibi. Şafi mezhep bayatında dokku, eğer hüküm bir sebep başkılap kalsın hem de kılıyor dedi. Ama hüküm cihati muhtelif olsa, ya ki sebep cihati muhtelif olsa, ya ki ikisi hüküm sebep cihati muhtelif olsa, vaqtta mutlak muqayyatga hamla qilinmaydi, belki mutlak öz orunda mutlaklık bilen, muqayyat öz orunda muqayyatlık bilen tushunudi Hanefi mezhep boyunca. İzabet anlastığa. Hanefi mezhep boyunca. Çünkü hükümün muhtelif buluşu ba'zida mutlaq muqayyat bilan muxtalif bo'lishga sabab bo'ladi. Chunki mutlaq muqayyat kelganligi hukmning boshqa kelgan ifoda berishi mumkin. Ya'ni vudu oyatida hukm qo'llarni yuvishning vojibligi bo'ladi. Uni marafiqcha bo'lish bilan qaydladi. Endi tayammum oyatidagi hukm qo'lni masih qilishning vojibligi bo'lg'achqa buni mutlaq qo'ydi, muqayyat qilmadi, jaynaqcha bo'lishi bilan. Chunki tayammumga ruxsat, yengillashtirish uchun yo'l qo'yilgan, suv topilmagan. Unda buningga ham ya qo'lni yet degan iborani mutlaq ishlashga taxfif munosib keladi. Unda o'g'anda qo'l iborasi to'g'rilgan ham yakufayki miyaq silasimi bo'ladi, miyaq silasimi bo'ladi, miyaq silasimi cho'q bo'laveradi. Shuningdek sabab muxtalif bo'lib, qolgan ahvol ostida Hanefi mazhab bo'yicha sabab muxtalif bo'lgan vaqtda mutlaq muqayyat deydi. Ammo Shafi'i mazhab tunda emas. Ya'ni xata'an qatl raqabani iymon bilan qayd qilishni taqozo qilgan bo'lsa, jazoni ig'irlashtirish uchun, muzohirininki zohir talab qilgandan qaytishni iroda qilishi manda ig'irchilikni taqozo qilmaydi-da, buningga har qanday qul kifoya. Hanefi mazhab bo'yicha mutlaq muqayyat. Ammo Shafi'i mazhabda eng oxirgi ma'noqda muqayyatni mutlaqqa qana qiladi, mutlaqni muqayyatga hamla qiladi. Tamam. Undan keyin bizning bugungi darsimiz xos to'g'ri so'zlayotgan xosqa 3 misol 3 doirada tushundirish bermoqchi bo'lgan to'q. Birisi mutlaq muqayyat masalasida, ya'ni bir lafzi xosdan birisi qat'iy bo'lgan bo'lg'achqa, qat'likni ifodalash uchun mutlaq deb qolsa, mutlaq qat'iy, muqayyat deb qolsa, muqayyatda qat'iy, dalil bo'lmagan ahvol ostida mutlaqni muqayyat hamla qilolmaydi. Ma'noda biz xos lafziningki qat'iyligini ifodaladik. Endi bunun ikinci misali emir siyg'isi, hem öyle bilimiz buyruq siyg'isi bizning normal paranglarimizdami boshqalarningki biz davatgan nuqtalarni tiz ijro qilishning taqozosi emas. Ijro qilishni taqozo qiladi. Ijro qilishni taqozo qiladi degan gap, agar shunda buni biz bayatmagandek xosning ma'nosi, xos lafzning ma'nosi qat'iy desak, ijro bizga nisbatan qat'iy, boshqa ehtimolsiz kelgan bo'lganqa bu shar'iy narsada vujub degan atalg'ular ifoda. Ya'ni o'g'anda amrdan chiqarib vujub bo'ladi, ma'qul qarash bo'yicha. Ya'ni xos lafzi shar'iy narsada amr siyg'isi yoki xabar siyg'isi amr ma'nosiga qanday amr chiqadigan bir siyg'ida kelib qolgan bo'lsa, ijobni ifodalaydi. Ya'ni buyurilgan ishni yoki xabar berilgan ishni ilzom yo'ldan, hatmi keskinlik yo'ldan talab qilishni ifodalaydi, keskin qilish vojib. Masalan, taqtavaidahuma bu yerdan o'g'rining qo'lini kesishni ifodalaydi, vojibligini. Val mutallaqat yatarabbasna xabar olsun, lekin ma'nosi amramdi. Bu talaq qilingan ayolning 3 hayz iddat tutishining vojibligini ifodalaydi. Chunki rojih ko'z qarash degani amr mutlaq amr vojibni ifodalamdi. Emas, bu yerda ko'z qarash o'xshamaydigan ko'z qarash va abturning va abtur vakillik qilib atgan Hanafi ulamolarining ko'z qarashi rojih ko'z qarash hisoblanadi. Rojih ko'z qarash amr va amr ma'nosidagi siyg'alar lug'atdan ijob shunday. Chunki bu xos degan qat'iy boshqa ehtimol yo'q. Ehtimol yo'q degan ijob chiqadi. Lafzi mutlaq qo'ygan vaqtda o'zi tayinlangan haqiqiy ma'nosini ifodalaydi. Uning haqiqiy ma'nosini cho'qim dalil qarin bilan qaytariladi. Agar amrni ijobdan yana bir ma'noga qaytaradigan qarin topilgan vaqtda, masalan, nahiydan keyingi amr kelish, masalan, bu degandek masalan, uningdan qarin dalolat qilgan, masalan, mubahlik, nadb, tahdid, ta'jiz va undan boshqa balog'atda 10 xil amrning ifodalaydigan g'ayri asli ma'nosi bor emasmi? Shu ma'noda u vaqtda tushunildi dalil olmagan ahvol ostida amrining ma'nosi keskinlikni ifodalaydigan bo'lg'achqa, qat'an bir ishni bizni talab qiladigan bo'lg'achqa bu ijob chiqadi bundan deydi. Masalan, iboha chiqqanning misoli kulu va shabu. Nadb chiqqanning misoli izata dayantu bilen oyatning oxirida buning vujub uchun emas ekanligini ifodalaydigan qarinlar bor. Faktubuhu degancha. Tahdid masalan, ya'malu ma'shiyatum degandek. Ta'jiz, fa'tu bi suratin min misli degandek, qanaqdir bu yerda Alloh bizni Qur'onni o'qishni keltirishni taqozo qilayotgan emas, talab qilayotgan emas. Va undan boshqa amr siyg'isi qarinlar bilan ifodalaydigan boshqa mazmunlar bor. Biz balog'at 10 xil ma'nosi va amrning asli ma'nosi boshqa g'ayri asli bo'lgan. Ammo amr qarini topilmagan vaqtda keskin amr ijobni taqozo qiladi. Sabab chunki amr xos lafziga tava,
xas labziga tava bo'lgach, xasning ifodasi qat'iy bo'ladi. Qat'iy degan ijab chiqadi u yerdan. Boshqa ehtimol bo'lmagach. Endi ba'zi usullar shu ko'z qarash qilmadiki, amir bir qancha xil ma'no o'tirdi mushtarak. Labzi mushtarak deyotdi-da. Cho'qim ularning ma'nisining birini muayyanlashtirish uchun qarina kerak. Har qanday mushtarakning ahvoliga o'xshash. Sha'na kullu mushtarakligini kasha'na kullu mushtarak masalan. Anda o'ganda amir ko'pligan ma'noni ifodalaydi. Deb mana qaraydiganlarmi ham bor. Ammo amir siyg'isi lug'atdan buyurilgan ishni paydo qilishni talab qilishdan ortiq ma'noni talab ifodalamaydi masalan. Va yoki buyurilgan ishni takrorlashni taqozo qilmaydi. Va yoki harakatni tiz qilishni vojibligini taqozo qilmaydi. Chunki takrir mubodara ishga oldirash deganimizga siyg'i mutlaq qo'yg'og'ida o'shkisini birini ifod. Chunki bizda do'qqa bu til qoidasi. Normal tilda bir ishga buyursak darhol ma'noga chiqmaydi. Balki darhol degan gap boshqa qaynlardan chiqadi. Amrining mutlaq ifodasidan qilishni taqozo qilish chiqadi. Qayta qil. Shunami? Topshiriqingizni ishlang bilan dedim. Topshiriqingizni ishlang degan gap hozirlam ishlaydigan gap emas. Ammo hozirla ishlatmoqchi bo'lsam, cho'qim hozirlam degan gapni kiritishim kerak. U cho'qim bir gap endi u. Topshiriqni ishlatadigan bir buyruqlan bas, unidan qayta degan gapni chiqmaydi masalan. Chunki amirning maqsadi buyurilgan ish hosil bo'lsin bo'ldi. Mushu maqsad qaysi vaqt bo'lsin bir qism bas topshiriqni ishla desam, shu ayati maktabga bog'liq ishlasa bo'ladi uni qachon. Qayta ishlamasa bo'ladi. An qarina takrorga qarina tepilib qolsa, masalan, balam her kuni topshiriqni ishlanjima desam, her kuni degan gap bilan mening topshiriqni ishlan degan gapim kuni takrorlanadi. U vaqtda qarina takrorlanadi. Bu tekrar qarinadan elingan bo'ladi. Topshiriqni ishlan degan gapdan sig'idna emas. Shuningdek, mubodaraga dalolat qiladigan qarina tepilib qolsa, balam hozir 10 minutdan keyin mangimiz topshiriqni ishlan desa, 10 minutdan keyin mangimiz topshiriqni ishlan degan gap hozirlamishdan degan gap ham davulchu. Masalan, "Faman shahida minkum ash-shahra falyasumhu" desa. Roz tutsun desa, roz tutuş tekrar çıkmıyor. Ma'az yasumhu degan gapning tekrar chiqmaydi. Kutiba alaykumus siyamdan tekrar chiqmaydi. Tezlik chiqmaydi. Balki ya'ni rozning talabining takrorligi nereden desa, buyruqninki shuningga bog'linib qilishni. Min ta'liqil amri bihi shu buyruq rozga kelgan buyruqni takror bir shartga bog'lab qo'ydi ekan, oyga bog'lab qo'ydi. U bo'lsa-mu oyga hozir bo'lish. Oy kaslam takrorlayveradi. Ay kelsem tekrarlayveradi. Xuddi sizlarning biringlarga ay har vaqt hozir bo'lsa, ro'za vojib bo'ldi degandek. Aqimis salat liduluq shams desa, kun egilgan vaqtda namoz o'qinglar desa, kun egilgan namoz o'qish vojib bo'laveradi. Demak, anaqa masala amrining o'zidan takror chiqmaydi, mubodara chiqmaydi, balki boshqa atrofdagi bog'langan qarinlardan chiqadi. Endi vaqtlar bilan cheklangan vojibatlarda oldirash vojibga vaqtni belgilashdan elinadiki, bu vojib shu vaqtda ko'rsatiladi masalan. Manda tarafı oldirash vaqtini elinadi. Agar vaqt o'tib qolsa, faraz qilib baqayli, favqulodda dunyoning cho'g'laydigan chaqi to'xtab qolib, masalan deyli, peshimning vaqti necha uzrab kelsa, balki necha o'qimasingiz, asr o'qimasingiz mumkin. Masalan, nima desa, men unda o'qish mumkin emas, lekin da'vatni men qo'yamdi. Namozni oldirib o'qishimiz vaqtga bog'langan tufayli. Agar vaqt bog'lanmay mutlaq deb qolsa, oldirmasin bo'ladi. Shu tufayli Hanafi mazhabida zakotni kechiktirsa bo'ladi deb mana bir qoidalar bor. Masalan, fatvolarmi bor. Endi yaxshilikqa kelgan buyruqlarda mubodir elinadiki, "Vasari'u ila mag'firatin min robbikum." Fastabiqul khayrat mayadin oldirashni asar bo'ladi. Ammo normalar qanday bir amrida tezlik chiqmaydi. Endi nahiy siyg'isini bugungi keltiradigan xos labzlarning ifodasi haqida keltiradigan misollarning birisi amaliyotda nahiy amrining aksi. Yuqorida amr degan gaplarimizning hammasi nahiyda deyilsa bo'ladi. Amr deilgan mazmunlarning hammasi nahiyda ilinsa bo'ladi. Abturdavatudu labzi xosdan birisi shar'iy nasda nahiy siyg'isi bilan yoki nahiy ma'nosidagi xabar sig'ilgan kelsa o'xshashla tahrimni ifodalaydi. Bu bayatdan amr degan gaplarimiz shu. Chunki bu qat'iy o'g'achqa, qat'iy degan g'ayri ehtimolni qo'ymagan bo'g'achqa, g'ayri ehtimol qolmadi degan gap keskin muhimning yanisi degan gap, undan vojib chiqdi degan gap. Ya'ni ish harakatni cheklangan ishdan keskinlik va ilzom yo'li bilan yig'ilishni talab qilish chiqadi. Valatanki-hul mushrikat hatta yu'min. Ammo degan keskin ma'ayat musulmonninki mushriklarni to'y qilishning haromligini ifodalaydi. Va la yahillu lakum an ta'khudhu mimma ataytumuhunna shay'an. Ayollar degan narsa hech narsa elish halol emas desa, aniqla taloq qilingan ayollardan bir to'lamni elishning haromligini ifodalaydi. Chunki naysiyasi bayatindagimizga o'xshashlar roji fikr bo'yicha ikkinchi fikrmi bor. Lug'atan tahrimni ifoda shuni tayinlangan. Unda o'g'anda nahiylardan mutlaq qo'ygan tahrim chiqadi. Ammo
qarini tepilib, buni haqiqiy ma'nosi olgan tahrimdan, majoziy ma'nosi olgan g'ayri ma'nolarga qaytaradigan qarini tepilib, xuddi balogatda nahiyninki g'ayri asli ma'nosi chiqadigan taraflari bor. Shuningdan qarin dalolat qilgan mazmun tushuniladi. Masalan, Robbana la tuzigh qulubana desa duo tushunilmas. La tasalu an ashya in tubda lakum tasukum zakraha tushunimizga o'xshash. Endi ba'zi usulillah xuddi bayatniki amrga o'xshashlar. Nahiy siyg'isi mushtarak bilan amrga o'xshash, ixtilof o'xshash. Mushunda deganlarmi bor. Endi o'zimizning gapiga keldik. Bayatimiz amrdan. Amr degan yo'q ishni birini qilish o'g'achqa aldirash chiqmaydi amrdan. Tizlik chiqmaydi. Yana birisi tekrar çıkmaydı. Ama nehi del eksiki kılıvatkan işten toskan boğaçka kılıvatkan işini toxtuşduğunuz bundakin davam kılmasık şuna tekrar çıkıdı. Ve derru kılmaz diyen gap, derhal toxtuş diyen gap çok, toxtuş diyen gap derhallık var. Anlığında yukarıda emreden çıkmagan tekrar mübadara nehiden çıkıdı ki davatıdı. Nehi yığılışına daim ve tizlikte talep kılışını takazza kılıdı. Çünkü metlub boğan yığılış daim boğanda. Mesela arak içme dese, ben kün arak içmeden bolsam, bugün içmey ertsem, içmegen bolmayman. İçmegen boluman. Bugün içmedim, ertişmedim, bundan keyin içmedim. Menge içmesem, ancak içmegen boluman. Demek daimlik çıkıdı, tizlik çıkıdı. Bu ne deganlikning ma'nosi? Dema ana degan bu ne deganlikning ma'nosi? Mukallaf o'zini cheklangan ishqa, ya'ni mukallafning ko'ngli cheklangan ishni qilishni chaqas, masalan, voy, ichib qo'ya bir raqatim, peshin bo'lmaydi degan bo'lsa, mukallaf u ko'nglini yiqqan bo'lsa, davomli yiqqan bo'lsa, andan keyin bu yerda yig'ilgan bo'ladi. Ya'ni takrir mush ijroning amilishi uchun nahiyda zarur. Shunda tizlish, mubodara degani tiz qilishmi ham shu. Chunki ma'lum bir ishni cheklash degan gap shu ishni shundagi zarardan saqlanish uchun harom qilish deganlik. Bu degan zarardan saqlanish darhol vojib. Chunki bir narsadan to'silgan odam uni qanday vaqt olsin bir qitim qilib qo'ysa, u ijro qildi. Masalan, aroq ichma desa, ma'qul ishni deb qolib, abi, oyda bir qitim shu ichib qo'ysam, ichmagan bo'lmayman. Ichmagan bo'laman. Demak, kaffining takrorlanishi, yig'ilishning takrorlanishi va uningki farq bo'yicha bo'lishi, tezlik bo'yicha bo'lishi nahiyninki taqozolardan qatorida. Andog'anda nahiyning mutlaq siyg'isi, mutlaq siyg'ining o'zi hem favrni taqozo qiladi, hem takrorni taqozo qiladi. Ammo mutlaq amrning siyg'isi favrni taqozo qilmaydi, takrorni taqozo. Buning favr takror atrofdagi qaynlarni chiqadi. Va oxiru da'vana alhamdulillahi robbil alamin.